Valde yig'lashmanglar. Puhra bo'p ketdingiz-da. Tushib ketdingiz. Tushib ketdi degan gap, molla qatdi degan gap. Puhraga aylangan Bahubali o'zining mo'l tajribasi va kasbiy bilimlariga tayinib, xalqning o'tida kuyib, suyida eqib, cho'nqur singib, xalq orasida texmi ko'p hurmatga sazovor bo'ladi. Bu ishlarni ko'rib o'zining taxtining tavrab qilishidan ansirgan Baladiva Bahubalini ko'zdan tamoman yo'qotish uchun bir suiqasd planlaydi. Bir kuni Sharvonixonning navra aksi Jasorat Jaladivaning podshoh Baladivaga Bahubalining jiniga qasd qilmasligi to'g'riliq yolvorayotganligini ko'rib qoladi. Hamda ko'nglida bu qeyrning xili vijdoni bor ekan-jumu deb birlikda bu qeyr bilan Baladivani ko'zdan yo'qotib Bahubalini qaytadan taxtga chiqarishni planlaydi. Amaliyotda bularning hammasi bir qiltoq edi. Baladivaning maqsadi bo'lsa, Jasoratning qo'lidagi Bahubali bergan shu qalamtirash orqali o'zini yordar qilib, Bahubalining o'zini qasdiganligi to'g'riliq yolg'on paket o'ydirib, uni taltukuz ko'zdan yo'qotish edi. Tova, ko'rdingizmi? Bola baxtimiki desak, eshak beqibsiz ana. Ma o'yini qilayotganligini ko'rdingizmi? Ma o'z bolangizning yuzini ko'rdingizmi urvatganni? Yaman nachar nima kevo? Jaladivaning yolg'on yovdaq gaplariga ishinib ketgan bu sodda Poliko'zxon qattiq ranjib ketdi. Tova. Hey, küçüküm deb qo'ysam yomon edi deyishib ketdi bu bola. Bugun aksiga qas qilsa, opsiga qas qilishdan yanmaydi. Xotinning kayniga kirib, aqli bulg'unibdi buning. Amdilikda amal qolmadi. Undaq o'g'il bo'lgandan bo'lmaganli yaxshi. Kataba, Labay, Hindiston noposini azaytishga to'kib qo'shgan bormi? Har vaqt farmon berdirman. Amisi berib Bahubalini o'ldirib. Kataba bu ishga qat'iy qarshi turdi. Lekin xon valididan mushu vazifani tugatsa haqiqiy jingshigun bo'la oladiganligini anglagan Katabba amalsizlikdan ma'qul keladi. Baladivaning buyrug'i bilan Katabba yolg'onlardan tutqun bo'lgan bo'lib, Bahubalidan yordam so'raydi. Qahramon Bahubali Katabbaning tutqun bo'lganligini anglab, shamshirni bilib, bo'stirma ichiga kirdi. Katabbani qutqizib chiqqan Bahubali dushmanlar bilan qattiq jang qiladi. Jang qilish jarayonida Bahubalining dumbisi qichishib ketib, Katabba dumbamni qashlab eti deb shamshirni tashlaydi. Buning bir yaxshi fursat ekanligini bilgan Katabba qashlash degan mana mandoq bo'ladi deb Bahubalining ich-teshini biroqli qashlab etdi. Nima qiliq bu? Kechirsizlar shahzoda. Bu onangizning buyrug'i. Bu vazifani tamomlasam, men o'ngishliq janjang bo'laman. Bo'pti tog'a, buni tushunaman. Hozir xizmat depish oson emas. O'lab ketadigan jahonga bumi yaxshi bo'ldi. Meni eng oxir bir parcha rasmga tortib qo'ysang bo'lamdi. Bahubali Hindistondagi 3-nomerlik toshga yo'linib, intayin shay bir harakatda o'ltirib, qattiq vaqiraydi. Mayyanni osh, kishmish. Bu chaqda Baladiva to'satdan paydo bo'ladi. Vay ötəyi adaş. Bahubalining o'lganligini ko'rgan Baladiva salbiy personajlarning esil fazilatini joriy qildirib, o'zining qilgan atkanlarini birni qo'ymay so'zlashga boshlaydi. Hamda o'lab xizga aylanib ketgan Bahubalini kayni-kayindan netchini budov qilib dedi. Bu maydon jangdagi eng yaxshi MVP bo'lib baholangan Katabba podshoning gaplarini anglab qattiq cho'chib ketdi. Hamda validamning oldiga haqiqiy ahvolni aytgani keladi. Mana bu o'g'lingizning qini. Ha? Nima qiliq bu? Og'zingni yumsat xotin. Ha, desalar balangning sana bo'lgan muhabbatidan gumonlanib, o'pchirangdagi tayin yo'q to'qopoq siz xiyon yo'laning deb usul o'ynab, o'z balangni qarab turib o'lim girdog'iga qistab apading. Lekin sen bilamsan, sening o bechara balang toki o'lgicha seni yod etib keldi. Sening g'ururingni qo'g'dab keldi. Bularning hammasi sening ashu amroq balang Baladivaning hilasi. Oh my god. Bilmey deptimen diva çıraylık İşken neslide bahu çıraylık Ayrılgan çağda Opla Katabba Yemini tezüyle Katabba Asli hamma o'yinni Baladiva bilan Jaladivaning bir qo'lliq qilolganligini bilgan Poliko'zxon kichik piyillik bilan o'z kelindan apo so'rab navirsini quchog'iga oladi. Hamda pastda g'ulu-g'ulu qilayotgan xalqning oldiga chiqadi. Bahubali o'ldi. Mana bu yangi taxt varisi Mahitra Bahubali. Bu chaqda intayin haybat bir